Assalomu alaykum, qadrli hamkasblarim. Mehri daryo kutubxonachilar. Siz azizlarni 21-may O'zbekiston kutubxonachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik, sharafli va mas'uliyatli ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Hech qachon ilm ziyo tarqatishdan charchamanglar. Kuch, g'ayrat, sabr-toqat yor bo'lsin. Qadrli hamkasblarim, aziz kutubxonachilar, barchangizni yana bir bor kutubxonachilar kuni bilan muborakbod etaman. Niyat qiling yomon bo'lmasin. Orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado. Aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Yana bir bor bayraminglar bilan tabriklayman, aziz kutubxonachilar.